Men tavsiyalarimga amal qilsangiz 100 kundan keyin inshaalloh umraga ketasiz. Tak, uning uchun mana bu kapitadan sizga kerak bo'ladi. Pul yig'ishni osongina usuli. Kuniga 50 ming so'm tashab bilasizmi? Bilasiz, to'g'ri. 75 mingchi, 100 ming ham tashab bilasiz. Eng maksimalni 275 ming so'm. Bir kun 100 ming tashlaysiz, bir kun 50 ming tashlaysiz, ish qilib 100 kundan keyin siz 15 million so'm yig'gan bo'lasiz. Bemalol Liboyadan bilet topib unda ketaverasiz. Topolmasangiz menga ayting, o'zim topib beraman. Tak. Bu amaliyotni o'g'illaringizga, qizlaringizga qo'llasangiz ham bo'ladi. Ular ham yoshlikdan pul yig'ish o'rganadi. Masalan, men 1 milliongacha pul yig'sa bo'ladi bemalol. 10 ming so'm, 50 ming so'm, 10 ming so'm, 20 ming so'm. Unaqa pullarni bolalaringizga berib turibsizlar. Ular behuda yo'qotmaydi baribir. Shunaqa farzandlar bo'ladi, behuda yo'qotgisi kelmaydi, o'zini ota-onasiga o'xshaydi. Shularga bitta olib berib qo'ysangiz, bir pasda 1 million so'm yig'ib qo'yganini o'zi ham bilmay qoladi. Bu ham sog'lom, chiroyli narsalar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor, bemalol pastdagi nomer orqali telefon qilishingiz mumkin. Unda ketish esdan chiqmasin.